Bugun dasturimizda Prezident qarori soliq munosabatlarini tashkil etishda yangicha yondashuv. Qarorga asosan soliqlar yig'iluvchiligini oshirish maqsadida endilikda soliq qarzi 1 million so'mdan oshiq bo'lgan soliq to'lovchilarga elektr energiyasida qo'llanilayotgan billing tizimi joriy qilinmoqda. Davlat moliya nazorati inspeksiyasi tizimida raqamlashtirish natijalari, tahlil va aniq faktlar. Xarajatlar tarkibi bo'yicha 9,2 trillion so'mlik asossiz shakllantirilgan xarajatlar aniqlanib, shundan 7,7 trillion so'mi maqbullashtirildi hamda qayta taqsimlashga yo'naltirildi. O'zbekiston 160 dan ortiq mamlakatga mahalliy mahsulotlarimizni doimiy ravishda yetkazib bermoqda. Eksportbop mahsulotlarimizning jahon bozorlarida yanada keng targ'ib qilish maqsadida jami 15 ta Made in Uzbekistan showroom va omborxonalari faoliyat olib bormoqda. Iqtisodiy dayjest. Tadbirkorlarning barqarorlik reytingini baholashda qanday o'zgarishlar kiritilmoqda? Iqtisodiy reyting joriy yil noyabr oyida inflyatsiya darajasi 0,7% ni tashkil etdi. O'tayotgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida 2026 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, hujjatda O'zbekiston iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulotning real o'sish sur'ati 2026 yilda 6,6% ga oshib, aholi jon boshiga $4026 tashkil etishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, muhokamalarda 2026 yildan akademik litseylar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablar qurilishi, rekonstruksiyasi va kapital ta'miri uchun xarajatlar respublika darajasidan mahalliy byudjetlar ixtiyoriga o'tkazilishi ma'lum qilindi. Ushbu qonun loyihasi bilan birgalikda, demak, aniq bir miqdoriga hisob-kitobga ega bo'lmagan shartnomalar, ya'ni davlat buyurtmachilar tomonidan aniq hisob-kitobga ega bo'lgan shartnomalar g'aznachilik organlaridan agar ro'yxatdan o'tmagan holatda ularni cheklash, ya'ni bu shartnomalar orqali tovarlar yoki xizmatlar buyurtma qilish cheklanganligi ham muhim bir norma hisoblanadi va bu ham aynan har bitta fraksiya deputatlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ishtirokchilar 2026 yilda iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga to'xtalar ekan, kelgusi yillarda xizmatlar sohasi iqtisodiyotda driver soha bo'lib qolishini ta'kidladi. Bilim va yuqori texnologiyalarga asoslangan sohalar diqqat markazida bo'ladi. Xususan, sun'iy intellekt sohasida yaratiladigan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmini $10 million dan $200 million gacha oshirish ko'zda tutilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026 yil oxirigacha venture fondlari ishtirokida kamida 200 ta startap ishga tushiriladi. 2026 yil xuddi 2025 yilda bo'lgan kabi asosiy 9 ta soliq stavkasi o'zgarishsiz qolmoqda. Bu ham iqtisodiy faollikni oshirishga, umuman olganda tadbirkorlik ekotizimiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan norma deb bilaman. Shu bilan birgalikda endi xarajatlar qismiga qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy sohaga jami o'rtacha oladigan bo'lsa 220 trillion so'm xarajat qilinishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa kelasi yilda jami yalpi ichki mahsulotning 11% bo'lishi demak reja qilinmoqda. Bu bilan albatta aholini qiynab kelayotgan asosiy dolzarb masala bu demak ta'lim sifati yoki bo'lmasa tibbiyot sifati va ijtimoiy paketlarning sifatini oshishiga ham o'ziga yarasha zamin yaratadi. Qayd etilganidek, soliqdagi asosiy stavkalar o'zgarishsiz qoladi. Spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va tarkibida shakar bo'lgan ichimliklar uchun aksiz solig'i oshiriladi. Chipslar uchun yangi soliq joriy etiladi va marketplace'lar uchun stavkalar ko'tariladi. Kichik biznes uchun hisobotlarni soddalashtirish va yengilliklar berish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, muhokamalarda xalq vakillari byudjetdan ajratilayotgan mablag'lardan samarali oqilona foydalanish borasida davlat organlari va tashkilotlarning mas'uliyati hamda javobgarligini ta'minlash maqsadida parlament va deputatlik nazoratini olib borishi lozimligini ta'kidlashdi. Bilamiz, soliq bu davlat tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan belgilangan tartibda undiriladigan majburiy to'lovdir. Uning asosiy maqsadi davlat byudjetiga mablag' to'plash va shu orqali ta'lim, tibbiyot, yo'l va infratuzilma kabi xizmatlarni moliyalashtirishdir. Iqtisodiy samaradorlikni oshirib borish uchun sohaga yangicha yondashuvlar kerak bo'ladi. Yangilanish esa soliq yig'ishni tez, shaffof va samarali qiladi. Soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida shular nazarda tutilgan. Aniqrog'i 2026 yil 1-yanvardan eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Bunda g'oliblarni aniqlash bo'yicha mezonlar quyidagilar. Birinchisi, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan kichik tadbirkorlik subyektlari soni. Ikkinchisi, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan to'lanadigan soliqlar miqdori. Uchinchisi, har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lovchilar soni.
to'rtinchisi o'z-o'zini band qilgan shaxslar tomonidan to'langan soliqlar hamda ularning soni mezon qilib belgilangan. Mahalla aholisining hamjihatligi ushbu nominatsiya g'olibligi oqibatida ko'rinadi. Bizlar bilamizki, oldingi tashabbusli budjet loyihasida ishtirok etgan mahallalar ketma-ket 2 marta g'olib bo'lsa, keyingi bosqichga loyihani qo'yish imkoniyati cheklangandi. Bu qaror bilan shunaqa rag'batlantirish joriy etildiki, agar ushbu nominatsiyada g'olib bo'lgan mahallalar loyihalarning g'olibligi sonidan qat'iy nazar keyingi bosqichlarga ham o'z loyihalarini qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ushbu nominatsiyada g'olib bo'lgan mahallalarning har bir dastlabki 100 tasiga ularning har biri uchun 2 milliard so'm miqdorida davlat byudjetidan mablag' ajratilishi belgilanmoqda. Ushbu mablag' albatta ularning ijtimoiy infratuzilmasini, ya'ni suv ta'minoti, elektr energiya, shuningdek yo'l infratuzilmalarini rivojlantirish uchun sarflanishi belgilanmoqda. Shuningdek, qarorga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan ochiq budjet portalida jismoniy shaxslarning soliqlari hisobidan xarajatlar moduli ishga tushiriladi. Hamda ushbu ochiq budjet platformasida jismoniy shaxslar tomonidan to'langan soliqlar hamda ushbu to'langan soliqlarning aynan qaysi sohalarga yo'naltirilayotganligi to'liq ma'lumot sifatida berib boriladi. Qarorga asosan soliqlar yig'iluvchiligini oshirish maqsadida endilikda soliq qarzi 1 million so'mdan oshiq bo'lgan soliq to'lovchilarga elektr energiyasida qo'llanilayotgan billing tizimi joriy qilinmoqda. Ushbu tartib eksperiment tariqasida 2026-yil 1-yanvardan boshlab Namangan viloyatida joriy qilinishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari ushbu qarorga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab jismoniy shaxs egaligida bo'lgan noturar obyektlarni ijaraga berishdan olingan daromadi uchun to'lagan soliqlari ushbu tuman va shaharning mahalliy byudjetlarida to'liq qolishi belgilab berilmoqda. Qayd etilganidek, mazkur mexanizmlarning joriy qilinishi soliq yig'imini yaxshilaydi, mahallalarda huquqiy savodxonlikni oshiradi, biznesga qulay muhit yaratadi va albatta tushumlarni barqaror qiladi. Hozirgi global sharoitda eksport qilishda rivojlanayotgan mamlakatlarning ulushi ortmoqda. Iqtisodchilar ta'kidlashicha, 2024-yilda tovar eksporti 24.4 trillion dollarga yetgan bo'lsa, taraqqiyot bosqichidagi davlatlar taxminan 46% foyda olgan. Joriy yilda albatta bu raqamlar yana o'zgaradi. Albatta, eksport ulushining yuqoriligi valyuta tushumlarining ko'payishiga, iqtisodiy o'sishning tezlashishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, yana bir muhim tomoni mamlakat imijini tanilishiga olib keladi. So'nggi yillarda rivojlanayotgan davlatlar kabi O'zbekiston ham ko'proq mamlakatlarga milliy mahsulotlarimiz eksportini yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda va bunga erishmoqda ham. Albatta, buning uchun bozor, tahlil, mijoz va faol reklama kerak. Milliy mahsulotlarni xalqaro ko'rgazmalar, savdo uylari va onlayn platformalar orqali targ'ib qilish ishlari davlat tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda. Maqsad bitta: jahon bozoriga chiqish O'zbekiston tadbirkorlari uchun katta imkoniyat. Ammo bu jarayon o'rganish va tayyorgarlikni talab qiladi. Bundan tashqari, notanish qit'ada ishonchli hamkorlar topish ham oson emas. Raqobat kuchli. Shuning uchun mahsulot reklamasi, marketing strategiyasi, savdo uylari yaxshi ishlashi kerak. Aynan savdoni rivojlantirish kompaniyasi tadbirkorlarga bozor topishda, ko'rgazmalarda faol ishtirok etishida, eng muhimi xorijdagi omborxonalar ijarasini to'lab berishda yaqin ko'makchi bo'lmoqda. Bugun eksportchi korxonalar global savdo maydonida o'ziga xos bir kemadek. Uning yuki mahsulot bo'lsa, yo'li chegaralar ortidagi imkoniyatdir. Berilayotgan imtiyoz, moliyaviy dastaklar esa kemaning barqaror suzishi uchun yelkanlardir. Agar yillar kesimida olib tahlil qiladigan bo'lsak, 5-6 yil avval O'zbekiston mahsulotlari eksporti sanoqli davlatlarga eksport qilinar edi. Hozirgi kunga kelib hisoblasak, bu davlatlar sanog'i 100 dan oshib ketdi. Kompaniya tomonidan respublika eksport salohiyatini oshirish maqsadida chet elda savdo uylarini ochish, ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish yo'nalishida samarali ishlar amalga oshirib borilmoqda. Xususan, 2025-yil davomida 30 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasi, Litva va Xitoy davlatlarida joylashgan 45 dan ortiq savdo uyi va omborxonalardan foydalanib kelishmoqda. Shu bilan birga jami 15 ta Made in Uzbekistan showroom va omborxonalari faoliyat olib bormoqda. Ushbu showroom va omborxonalarda 50 dan ortiq mahalliy tadbirkorlik subyektlarining mahsulotlari doimiy ravishda namoyish etib kelinmoqda. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda doimiy eksportni amalga oshirayotgan korxonalar soni 8000 ga yaqinlashib qoldi. O'zbekiston 160 dan ortiq mamlakatga mahalliy mahsulotlarni doimiy ravishda yetkazib bermoqda. Agar sohalar kesimida ularni tahlil qilsak, xaridorlar tabiiy bo'yoqlar va to'qimachilik mahsulotlariga qiziqish bildirishmoqda. Yevropa bozoriga 3 yil bo'ldi kirib kelganimizga, savdoni rivojlantirish
Avtomobillashtirish kompaniyasi bizlarga juda ham katta yordamlar berib kelmoqda. 312 kvadratli showroomlar yaratib berishdi. Polshada bizlarga katta bir savdo omborlari yaratildi. Ijara miqdorlarini to'lab berishmoqda. Bu infratuzilma bizlarni mijozlarga tez va sifatli xizmat ko'rsatishimizga yordam beradi. Undan tashqari marketplacelar bilan ishlashimizda hujjatlarni qilishda yordami tegdi. 14 Yevropa davlatlariga tekstil mahsulotlari bilan bozorlariga kirib bordik. Yana bir ma'lumot, iqtisodchilar ta'kidlashicha, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsak, aynan to'qimachilik sohasi qoqilmaydi. Chunki milliy brend ostidagi mahsulotlarimiz Osiyo va Yevropaga kirib bo'ldi. Galdagi vazifa xalqaro talablarga moslashish, raqobatbardosh mahsulotlar tayyorlash va manfaatli bozor tanlashdir. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan 2025 yil yakuni bilan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti rivojining prognozi ishlab chiqildi. Prognozni shakllantirishda dinamik faktor modeli va mashinali o'qitish usulidan foydalanildi. Aniqrog'i, joriy yilda markaz tomonidan KOF Shveysariya iqtisodiy instituti bilan hamkorlikda qisqa muddatli makroiqtisodiy prognoz modeli O'zbekiston amaliyotiga joriy qilindi. Dinamik faktor modeli asosidagi prognoz natijalariga ko'ra 2025 yil yakuni bo'yicha yalpi ichki mahsulot o'sishi o'tgan yilga nisbatan 7,5% ni tashkil etdi. Ushbu qisqa muddatli prognoz modeli 2017 yilning yanvar oyidan 2025 yilning sentyabrigacha bo'lgan sanoat, xizmatlar, moliya, qurilish, tashqi savdo va boshqa sohalarni qamrab oluvchi 35 ta iqtisodiy ko'rsatkichlar, asosan oylik, haftalik va kunlik ma'lumotlar asosida shakllantirildi. Shuningdek, amalga oshirilgan Google qidiruv so'rovlari tahlil natijalari iqtisodiy faollik oshganini ko'rsatdi. 2025 yilning yanvar-oktyabr oylarida avtotransport vositalari kategoriyasi bo'yicha so'rovlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3% ga, biznes va sanoat 5,9% ga, xaridlar 8,1% ga, moliya 9,5% ga oshgan. Yana bir muhim o'sish omili, demak, pul o'tkazmalari bo'ldi. Demak, pul o'tkazmalari hajmi ham o'tgan yilga nisbatan sezilarli o'sdi. Jumladan Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, joriy yilni, demak, yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 25% ga oshib, 15,8 milliard dollarga yetdi. Joriy yuqori iqtisodiy faollik iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan har oyda hisoblab boriladigan ishbilarmonlik faolligi indeksida ham o'z aksini topdi. Ishbilarmonlik faolligi indeksi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 34,2% ga o'sdi. Shu prognozni, demak, tayyorlashda shuningdek xalqaro moliya institutlari tomonidan O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha berilgan sharh va baholashlar ham inobatga olindi. Xususan, Xalqaro valyuta jamg'armasining joriy yil oktyabr oyida bergan prognoziga ko'ra 2025 yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 7,3% ga o'sadi. Shuningdek, Jahon banki prognoziga ko'ra 2025 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot o'sishi 6,2% darajasida bo'ladi. Bu aprel oyidagi prognozdan 0,3% bandga yuqori. Iqtisodiy o'sish bu mamlakat iqtisodiyotida ma'lum bir vaqt oralig'ida tovar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmining oshishi demakdir. Ya'ni iqtisod qanchalik ko'p mahsulot, texnologiya, xizmat va qo'shimcha qiymat yaratsa, shunchalik o'sgan hisoblanadi. Yevropaning yirik aerokosmik korporatsiyasi Airbus dasturiy ta'minotdagi muammolar tufayli 6000 ga yaqin A320 samolyotlarini qaytarib olishga kirishdi. Bu mazkur modeldagi laynerlardan tashkil topgan jahondagi umumiy parkning deyarli yarmi. Ta'kidlanishicha, quyosh radiatsiyasi A320 oilasiga mansub ba'zi samolyotlarning parvozni boshqarish tizimlariga ta'sir qilishi mumkin. Reuters xabariga ko'ra, qaror oktyabr oyida Cancun-Nyuyork yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan havolaynerda yuz bergan hodisa bilan bog'liq. O'shanda Amerikaning JetBlue aviakompaniyasi samolyoti boshqaruv tizimidagi nosozlik sababli to'satdan balandlikni keskin yo'qotgandi. Uchuvchilar esa favqulodda qo'nishni amalga oshirishga majbur bo'lgandi. Airbus yangilangan dasturiy ta'minotni o'rnatishga taxminan 2 soat vaqt talab etilishini bildirdi. Bu xabar butun dunyo bo'ylab aviaparvozlarni izdan chiqardi. Fransiya aviatashuvchisi kunlik reyslarning taxminan 5% ni bekor qildi. Meksika aviakompaniyasi esa kechikishlar haqida ogohlantirdi. Flotning katta qismi A320 modellaridan iborat bo'lgan Kolumbiya aviatashuvchisi 8 dekabrgacha chiptalar sotuvini vaqtincha to'xtatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari dollari so'nggi 20 yil ichidagi eng murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Jahon bozorida uning qiymati yil boshidan beri qariyb 12-13% ga zaiflashdi. Dollar indeksi 100 punktlik ko'rsatkichdan pasaygach, ko'p yillardan beri dunyo miqyosida barqaror bo'lgan ushbu valyuta o'z mavqeini saqlab qoladimi yoki yo'qmi degan bahslar boshlandi. 2025-yilning yanvar oyida uning indeksi eng yuqori ko'rsatkichga chiqqandi. Iyul oyida esa keskin pasayish qayd etildi. Ekspertlar buni 3 ta asosiy omil bilan bog'lashmoqda. Federal zakira tizimining foiz stavkasini kamaytirishga oid siyosati, qisqa va uzoq muddatli obligatsiyalarning o'rtacha daromadlilik darajasining pasayishi, investitsiya oqimlarining oltin kabi xavfsiz aktivlarga yo'naltirilgani mana shunday vaziyatni keltirib chiqargan. Barcha tahlilchilar ham dollarning uzoq muddatli mavqeiga shubha bilan qaramayapti. Dunyo moliya tizimida Amerika Qo'shma Shtatlari valyutasi hali ham asosiy zaxira va xalqaro hisob-kitob vositasi bo'lib qolmoqda. Eron rasmiylari Janubiy Xuroson viloyatidagi Shadan xususiy konida yirik oltin zaxirasi topilganini e'lon qildi. Bunga oid hisobotda keltirilishicha tasdiqlangan resurslar qariyb 61 million tonnani tashkil etadi. Konda taxminan 795 million tonna oksidlangan va 53.1 million tonna sulfidli oltin rudalari mavjud. Ta'kidlanishicha, oksidlangan rudani qazib olish ancha oson bo'lib, bunga katta mablag' talab etilmaydi. Bugungi kunda Eronda 15 ta oltin koni bor. Ular orasida mamlakatning shimoli-g'arbida joylashgan Zarshuran koni eng yiriga hisoblanadi. Turkmaniston Markaziy banki 1-dekabrdan yupqa plastik, ya'ni polimerdan tayyorlangan yangi 200 manatlik kupyurani muomalaga kiritdi. Shuningdek, 1, 5 va 10 manatlik banknotalarning yangilangan versiyalari ham foydalanishga chiqarildi. Ularning rangi va dizayni o'zgarishsiz qolgan, lekin maxsus belgi qo'shilgan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, polimer kupyuralar qalbakilashtirishdan yuqori darajada himoyalangan bo'lib, tashqi ta'sirlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bunday banknotalar qog'ozdan tayyorlanganlarga nisbatan 2-3 baravar uzoqroq xizmat qiladi. Bakteriyalarni kamroq yig'adi hamda to'liq qayta ishlanishi mumkin. Aytish joizki, Avstraliya 1988-yilda dunyoda birinchi bo'lib polimer pullarni muomalaga kiritgan va keyinchalik qog'oz kupyuralardan to'liq voz kechgan. Dekabr kuni davlatimiz rahbari yangi energetika quvvatlari va infratuzilma obyektlarini ishga tushirish hamda navbatdagilarining qurilishini boshlashga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. Tadbirda qariyb 11 milliard dollarlik 42 ta yangi quvvat va infratuzilma obyektlari ishga tushirildi hamda yana 21 ta yangi loyiha qurilishiga start berildi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida umumiy qiymati 3.3 milliard dollarga teng jami 3500 megavatli 16 ta quyosh, shamol, issiqlik va gidroelektrostansiyalar ish boshlagan. Foydalanishga topshirilgan loyihalar orasida 1245 megavatli 10 ta energiya saqlash tizimi ham bor. Uzaziya eksport savdo platformasi orqali O'zbekiston tarixida ilk bor Daniyaga oziq-ovqat va quruq meva mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, eksport doirasida umumiy og'irligi 19 tonna bo'lgan mayiz va turshak mahsulotlari Samarqand viloyati Urgut tumanida joylashgan korxona tomonidan yetkazib berilgan. Bu O'zbekiston mahsulotlari uchun nafaqat yangi savdo platformasi ochilgani, balki mamlakatimiz eksport geografiyasining yana bir davlatga kengayganini anglatadi. 2025-yil 5-dekabrdan boshlab tadbirkorlar barqarorlik reytingini baholashning yangi elektron tizimi ishga tushirildi. Baholash 26 ta mezon asosida amalga oshiriladi. Shundan 5 tasi yangi, 11 tasi esa takomillashtirilgan soliq intizomi va moliyaviy barqarorlik mezonlaridir. Kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq reyting baholash ko'rsatkichlari bo'yicha so'nggi 30 kalendar kun davomida amal qilgan ko'rsatkichlar soni va ularga berilgan ballar yig'indisining o'rtachasidan kelib chiqib belgilanadi. Mezonlar asosida shakllantiriladigan 100 ballik baholash tizimiga muvofiq tadbirkorlar yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi reyting toifalariga ajratiladi. Milliy statistika qo'mitasi iste'mol narxlari indeksi bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Unga ko'ra, joriy yilning noyabr oyida yillik inflyatsiya darajasi 7.5%, oylik ko'rsatkich esa 0.7% tashkil etgan. Oziq-ovqat mahsulotlarini hisobga olmaganda oylik inflyatsiya 0.3% tashkil etgan va bu o'tgan yilning noyabr oyiga nisbatan 2 baravar kam. Yillik iste'mol narxlari indeksi esa 107.5% tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.5% bandga pasaygan. Noyabr oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'rtacha 1% ga, nooziq-ovqat tovarlari 0.5% ga hamda aholiga ko'rsatiladigan pullik xizmatlar esa 0.3% ga oshgan. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonga jami 9.7 million nafar chet ellik fuqarolar turistik maqsadlarda tashrif buyurgan. Ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 3.2 million nafarga yoki 50% ga oshgan. Mazkur davrda mamlakatimizga 197 ta davlatdan turistlar tashrifi qayd etilgan bo'lib, ularning qariyb 5 million nafarini erkaklar, 4,5 million nafarini ayollar tashkil etgan.
2025-yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 29 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 27.8% ga yuqori. Mazkur davrda O'zbekistonning eksportida yuqori ulushga ega bo'lgan top 10 davlatlar qatoridan Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Afg'oniston, Turkiya, Fransiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston va Pokiston o'rin olgan.